chet elda do'kon ochilsa. Salom Jek, seni do'kon ochganingni eshitib xursand bo'ldim. Baraka top. Xursandman. Seni biznesing rivojlansa men xursand bo'laman. Endi faqat sendan narsa olamiz. Faqatgina sendan. Yaqinlarimda hammasiga ham aytaman. Faqat sendan narsa olishadi. Seni rivojlanishing bu bizni xursand qiladi. Biznesing rivojlanishi kerak. Rahmat. O'zimizda do'kon ochilsa. Pulli shoqosim o'zingmisan, sotuvchimisan? Yo'q, o'zimiz ochdik shunda. Voy, молодец, qispirish. Qo'y. Sekin qimirlayapti. Yaxshi, qara, anoning nechi pul? Shampuning. 35. O'shandan ikkita ber. Degi soqoldan keyin suradigandan, dezodorantdan ham ber. Sovun ikkita qo'shasan, sashishga nechi pul? Ya 64 mingdan kilo. 2 kilo topdi. Kilo. Ikkita kolbasa kapchonning. Kola Fanta qo'sh, bittadan 1,5 litr. Ikkita quruq choy ham berib yubor. Nechi pul bo'ldi? Bo'g'a 465 ming bo'libdi. Daftaringga yozib qo'y, xaltashab ketaman, yonga pul yo'q. Endi ochdik do'konni. Uka, bitta joy odammiz.